Salom do'stlar, bugun sizlarga men mining dasturini tavsiya qilib o'tmoqchiman. Biz buning uchun registration ustiga bir marta bosamiz va bizda shunday okna paydo bo'ladi. Yoki siz birinchi kirganingizda shunday okna paydo bo'lishi ham mumkin. Birinchi yo'lakka siz qaysi referaldan o'tgan bo'lsangiz, shu nick ko'rsatib turadi. Ikkinchisiga o'zingizni nickingizni kiritasiz, email pochta, bu yerga email pochtani qayta kiritasiz. Mana bu yerga parol va mana bu yerga parolni qayta kiritasiz va mana bu yerga ham galочка qo'ying. Kapchani tering va registration ustiga bir marta bossangiz bo'ldi. Siz ro'yxatdan o'tasiz. Men ro'yxatdan o'tganman, hozir o'zimni profilimga kiramiz. Mana do'stlar, hamma ishni bajarib bo'ldik va login yozuvni ustiga bir marta bosamiz. Bu prosta balansingizni ko'rsatib o'tish uchun alohida bo'lim, biz mining bo'limiga o'tishimiz kerak. Mana men mining faoliyatini boshlatganman, ya'ni mana bunday qilib sizda 0 turadi, xohlagan valyutangizni tanlab sizga surib qo'yishingiz kerak. Va mana bunday qilib saqlangan bo'lasiz. Ko'rib turganingizdek, menda mining o'z ish faoliyatini boshladi. Bu yerda ya'ni sizda referalni ссылканgiz bor. Buning uchun siz AFI programmamiz bo'limiga o'tasiz. Har bir referal ishlagan summasini 9%ni keyingisini 6%ni qo'lga kiritasiz. Sizlarga yana maslahat beraman. Ko'proq referallarni jalb qiling. Do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kanalga podpisatsiya qilishni unutmang. Videoni do'stlaringizga ham ulashing. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Hammaga katta rahmat. Kamchiliklar bo'lsa hammadan uzr so'rayman. Savollar bo'lsa Telegramdan yordamchi deb yozsangiz chiqaradi. Hammaga katta rahmat. Aytgancha sayt manzili video ostida opisaniyada bo'ladi do'stlar. Hammaga katta rahmat.